qalbingga quloq sol. U seni aldamaydi deydi. U 17 ga kirgan nimani biladi? 18 ga kirgan nimani biladi? Qalbiga quloq solarmish. U qalbi nima u? Nafsida. U nafsning advokati kim? Nafsning maslahatchisi kim? Shaytonmi? Aqlingga quloq sol, ota-onangga quloq sol, oqil odamlarning so'zlariga quloq sol demaydi. Qalbingga quloq sol deydi. O'sha qalb degan so'zni nafs deb tushuninglar-da. Ine ko'rasizlar bu kinolarda nimalar maqsad qilinayotganini. Qalbiga quloq solmish. Ustozing bormi? Ha, ustozingga quloq sol. Ota-onang bormi? Ota-onangning gapiga quloq sol. Doim ota-ona nohaq bo'lib chiqadi kinolarda keyin. Bilasizmi? Ota-ona doim nohaq bo'lib chiqadi. Har qanaqa kinoda orqasida bir g'oyasi bo'ladi-da, oxirida. O'sha xulosa qilinadi. 70 ga, 60 ga kirgan ota-onalar ahmoq, hech narsaga aqli yetmabdi. Bu ular nima qilar ekan hamma yo'qda? O'zlari bilarmish.